Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'istonning 4 shahridan kelganman. Oldin lechinaga kelgan paytimda 2 ta hassa edim. 4-stepim suyak yemirilishi edi menda. Allohimga behisob shukr. 4 kurs lechina oldim. Hassalarni tashladim. Mana yana 3 oydan keyin yana keldim. Hozir bemalol yuryapman. Hassalarni ham tashladim. Og'riqlar yo'q. Mana shu yerda Andijonda Muhammadjon tabibga keldik. Tabibimizga katta rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Shular sabab avvalambor shifo Allohdan. Assallar sabab yaxshi bo'lib ketdim mana. Hozir bemalol yuryapman. Hech kamchilik yo'q. Oyoqlarimda ham og'riqlar yo'q. Bemalol. Mana ishlarimni ham boshladim, o'zimni bizneslarimni. Tikuvchilik sohasida bemalol yuribman. Allohimga behisob shukr. Masalan, bu yerga kelsangiz tabiiy davo ekan. Ana asosiysi tabiiy davo. Asalari bilan davolanish. Sizga dori-darmon bir yeringizga foyda qilsa, bir yeringizga zarar. Tabiiy davo hammangizni mana shu yerga kelib, lechina olib, davolanib, sog'lom bo'lib ketishlaringizni tilayman. Hammaga rahmat.